ruhiy zahma irsiyat orqali keyingi avlodlarga ta'sir ko'rsatalamdi? Hammamiz bilgandek, Amerika dunyoda erkinlik va demokratiyaning bo'shigi deb qaralgan davlatlarning biri bo'lib, uning hukumat qurilmasi, adliya qonun sistemasi va ijtimoiy farovonlik jihatda ko'plagan afzalliklari bor. Bo'libmi, tarixda ko'plagan adolatsizlik va zulmlarga duch kelgan, Amerikada oz sonliq yoki yerlik millat hisoblangan indiyalar va qora tanliklarga nisbatan Amerikaning alohida siyosatlari bor bo'lib, ko'pincha kishilarning nazarida ularning oliy maktabga kirish, o'qish mukofot puli olish, bojdan kechirim qilish qatorliq nurg'un jihatlarda Amerika hukumatining alohida g'amxo'rligiga erishib kelmoqda. Ammo nihoyatda afsus, ularning oliy maktabda o'qish va xizmat tepish nisbati, sog'lomlik, o'ttirchi umriy qatorliq jihatlarda boshqa millatlarga nisbatan xilli tuvan. Bo'libmi, ruhiy sog'lomlik jihatda indiyalarning ahvoli boshqa millatlardan xilli nachar bo'lib, ularning zaharlik chekimlik chekish, zaxmidan keyingi tashvishlanish va o'zini o'ldirilish qatorliq psixika yoki ruhiy kasallik nisbati alohida yuqori. 2020-yili Amerikalik indiyalarning o'zini o'ldirib olish nisbati Amerikadagi ispan bo'lmagan aqtalliklarga qaraganda 50% dan yuqori bo'lgan. 2021-yili 15 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan Amerikalik indiyan qizlarining o'zini o'ldirib olish nisbati o'xshash yoshdagi ispan bo'lmagan aqtallik ayollarga qaraganda 5 yoshga yuqori bo'lgan. 2019-yili Amerikalik indiyalarning 18,7% ruhiy kasalga giribtor bo'lgan. Amerikalik indiyalarning zaxmidan keyingi tashvishlanish kasaliga giribtor bo'lish nisbati 16% dan 24% orasida bo'lib, Amerika umumiy nufusi ichidagilarning u kasalga giribtor bo'lish nisbatining 4,8% dan 6,4% orasida bo'lishidan 3-4 hassa yuqori ekan. Hammamiz bilgandek, vatandagi zulmning eshib berishiga ergishib, xalqimizning ruhiy sog'lomligi og'ir ta'sir uchirmoqda. Ko'pinchimiz vatandagi zulmning tugishi u xil ahvolning eng unumli shifosi deb qarashmoqda. Undaqda boshqalarning nazaridagi zulm yo'q, adolat, erkinlik va demokratiyaning bo'shki bo'lgan Amerikadagi davlatda yashayotgan u indiyalarning ruhiy sog'lomlik ahvoli nima uchun u qadar nachar? Mutaxassislar uning muhim bir sababining tarixiy zaxm ekanligi, ya'ni tarixda indiyalarga qilingan zulmlarning keyingi avlodlarga qoldirgan ta'sir ekanligini o'ttirg'a qo'yishmoqda. Tarixda indiyalarga yurgizgan u zulmlar to'xtalg'ili, Amerika erkin, demokratik va kishilik huquqi hurmat qiladigan bir davlatga aylang'ili shuncha uzun yil bo'lgan bugungi kunda nima uchun indiyalarning ruhiy sog'lomligi bu qadar nachar? Nima uchun ulardagi ruhiy kasallik u qadar og'ir? Ajiba indiyalarning ajdodlarga qilingan tarixiy zulm va uningdan shakllangan ruhiy zaxma irsiyat orqali ularning keyingi avlodlarga ta'sir ko'rsatganmi? Hozirgi zamon ilm-fan tadqiqotlarining natijasiga asoslanganda ruhiy zaxma epigenetika deb ataladigan jarayon orqali keyingi avlodlarga ta'sir ko'rsatadigan. Epigenetika bo'lsa, DNAning kodini o'zgartmay turib, qandaq ifodalanadiganligini o'zgartish jarayonidir. Ma'lum inson ruhiy yoki jismoniy jihatdan zaxmlanishni boshdan kechirganda, ularning badani DNAga ba'zi ximiylik belgilarni qo'sha oladi yoki uni ilib tashlay oladi. Bu genni aktiv holatdan to'xtatadi yoki xizmatdan to'xtab qolgan genni qaytadan aktivlashtira oladi. Bu o'zgarishlar bolalarga, kelgusi avlodlargacha yetib berib, ularga ta'sir ko'rsatadi. Bu ota-onalardagi psixikalik benormalliklarning keyingi avlodlarga meros bo'lib qolishining ilmiy asosidir. Bu xil ta'sir yolg'iz ruhiy sog'lomlik bilan cheklanib qolmay, ruhiy sog'lomlik bilan munosabatlik bo'lgan sog'lom o'y-fikr, tafakkur qatorliq nurg'un taraflargacha yetib boradi. Natijada bir to'plumning universal saposi tuvallaydi va uni tuzashga nihoyat uzun jarayon ketadi.